Mana endi bilib turib gunoh qilganlarga payg'ambarimiz qanday muomala qilgan? Johil bilmay qiladi, gunohkor esa bilib turib qiladi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning siyratlarini o'qirkanmiz, aqlni lol qoldiradigan darajadagi bir ajib mavqiflarga guvoh bo'ldik. Bunday mavqif biror bir zamonda, makonda, biror bir insonning hayotida bo'lgan emas va bo'lishi ham mumkin emas. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadis. Biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurida o'tirar ekanmiz. Bir odam kelib, halaktu dedi. Halok bo'ldim ya Rasululloh dedi. Rasululloh, "Malak, nima bo'ldi senga?" Ro'zador holimda ayolimga yaqinlik qilib qo'ydim dedi. Ro'zador odam ro'zador holida ayoliga yaqinlik qilib qo'ydi. Mumkin emasligini biladi. Bilib turib qilib qo'ydi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Hal tajidu raqabatan tu'tiquha?" Ozod qilgani birorta bir qul topa olasizmi? Kafforatda birinchisi. Qul ozod qila olasizmi dedi. Yo'q dedi. Fa hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ayn? Paydar 2 oy roza tuta olasizmi dedi. Yo'q dedi. Fa hal tajidu it'ama 60 miskina? 60 ta miskinni qornini to'g'izib olasizmi dedi. Yo'q dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ozgina turdi. Abu Hurayra aytadi, ozgina turdik, bitta sevatda birov xurmo olib kelib payg'ambarimizga berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haligini chaqirib turib, "Xuz fatasaddoq bihi" dedi. "Mana olib sadaqa qil" dedi. Desa, haligi odam, "Ya Rasululloh, mendan ham faqirroq odamlarga tarqatishim kerakmi buni?" dedi. Allohga qasam, mana shu ikkala tog'ning o'rtasida meni oilamdan ko'ra kambag'alroq oila yo'q dedi. Ayb qildi. Payg'ambarimiz qul ozod qil desa qila olmayman deyapti.